Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sog'liqlaring yaxshimi? Bugun mana Sergeli mashina bozoriga keldik. Pul qatorlarida, pul topar qatorlaridan mashinalar topib qo'ydik. Mercedes, Gazel, yana Isuzu'lar bor, Sprinter'lar bor. Yana Gruzovoy Gazel 3 mashinalar bor. Hozirga narx-navolari bilan to'liq ma'lumot berib, iloji boricha egalarini o'zidan topishga harakat qilib, sizlarga videolarimizni boshlaymiz. Birinchi mashinamiz mana Gazel Sprinter mashinasi bo'ladi. Mashina mana zo'r holatda ekan. Yillari 2009-yil, bu dizel motorda ekan. Hozir bitta obzor qilaman-da, keyin egalaridan bitta ma'lumot olamiz. Mashina mana Isolar o'ziniki radnoy emas ekan, lekin ustilit qilsa bo'lar ekan. Egalari yengil yuklab bergan ekan. Bu mashina egalarni o'zlaridan tirikchilik emas. Pul zarur deyaptilar, tezroq sotaman deyaptilar. Shunga agar aniq bo'lsa, narxlar to'g'ri kelsa, tezroq olganing yaxshi. Mercedes Sprinter mashinasi 2009-yil. Motor necha obyomi? 602. Probeg qancha bo'ldi? 433 ming. Uzunligi qancha? Xo'p, buni elektronikasini olib tashladim, gaz, propan, metanga qo'yishga tayyorlab qo'ydim. Tayyor, gaz, propan elektronikasini chetga qo'yib qo'ydim. Aha. Pedallarni ham chetga qo'yib qo'ydim, pedal torosiga qo'yib qo'ydim. Agar kimga kerak bo'lsa qo'yib olaveradi. Kimga kerak bo'lsa, yana elektronikasi kerak bo'lsa qo'yaveradi. Bo'ldi. Tayyor qilib qo'ydim gazga. Gazga olib boradi. O'rnatadi. Sonda qiladi bo'ldi. Yetdi. Uzunligi qancha? Demo vodiygacha yetadi, salarga. Salarga va bakida to'ladi. Mana polni bakgacha qilib qo'ydim. Bu qayerda ishlagansiz bunda? Bunda shu yerda shahar ichida faqat. Sentrda o'zi ishlagan. Xo'p, hadovoy 1 yil oldin qilingan. 1 yil oldin xatolar qilingan. Pultalarni almashtirib yuborsa, sekka. O'zlari uchun yengil ishlari bor-da, yengil ishlarni qilib olishadi. Uzunligi qancha buning? Uzunligi, xo'p, max uzunligi общий hammasi 7 metr. 7 metrlik, 4 metr. Orqa 4 metr. Ma'lumotni eshitdilaring, mana gazga moslashtirib qo'yishgan ekan. Salon holatlari mana. Ichkari modga qilmaganman. Yo'q, bu anaqa mana ventilyatorlari bor, tepasida disk monitorlari bor. Xullas mashina zo'r holatda ekan. Orqa kameralari. Mercedes. Keyin glushitili. Ozgina o'sha do'sh chiqayotgan sal. Glushitli ovozida bu. Glushitli do'shi. Yamaversa bo'ladi. O'sha glushitli chet beraveradi deydi, bor. Bo'ldi. Balon holatlari. Yangi balon qo'ydim 1 oy oldin. 4 ta balonlar mana. 4 yangi balon qo'ydim. 95-90% turibdi balon. $70 4 balon qo'ygan. Mana orqa holatlari. Sho'ralari bormi, yo'qmi? Hammasi. Gidrik ishlatilari bor mana. Xullas mashinani olasizlar, pul topishga chiqib ketaverasizlar. Mana Sprinter mashinasi. Pulini qancha deyapsiz aka? Xo'sh, 14 dommi? 14 deyapsiz. Gaplashamiz. Kelishtirib chiroyli qilib, Jaydar avtokanaldan chiqsa chiroyli qilib narx beradi. Bo'ladigan narxni aytaman. Oxirgi narx aytdi. Oxirgi narx. Solib. Bu da o'tirib undan yo'qga tushmayman. Niyatim bor-da, shu 12 mingdan pastga bermayman. 12 mingdan past bermaysiz. Eng oxirgi narxi mana 12 ming. Bu deb o'tirmadi. Foydalashmaymiz yog'iga, taqaladigan joyi shu 12 ga beraman. Oxirgi narx 12 ming ekan. Telefon qilsalaring mana mashinani sotib olasiz. O'sha hisobiga kelishtirib beraman. Ikkita ishlari bor. Xo'sh, ikkita amortizatorni yangi qo'yib yuboradi. Amortizatorlar yangi qo'yiladi, Olginsa bo'ladi, endi baribir o'zi uchun. Da. Bo'ladi, ham bir ikkita mayda chulda ishlari bor, o'sha hisobiga chulib beraman. Bo'ldi, tushunarli. Yara chaqalariga, mayda chuldalariga o'sha hisobiga yangi qoladi mashina. Tushunarli. Telefon raqami ayting aka? 93lik 577 54. Aloqaga chiqsalaring, akalar bilan ana savdolashib, bafurcha ma'lumot olasiz. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling aka. Salomat. Ikkinchi mashinamiz yana Mercedes Sprinter bo'ladi. Bu boyaga qaraganda, oqqa qaraganda bu kaltaroq bo'ladi. Buni yillari 2013-yil. Mashina mana zo'r holatda, mashina top-toza, mana shu krылosda kraskasi bor deyapti. Qolgan joyi top-toza ekan. Hozir mashinani bitta obzor qilamiz-da. Keyin bir bafurcha ma'lumotni berib o'tamiz. Mana Sprinter olaman deb, tirikchilik qilaman degan
deb yurgan akalar uchun mana Sprinterni zo'ridan mana. Ajoyibidan. Mana balonlari yangi ekan. Mana salon holatlari mexanika bo'ladi. Tepalari ham mana baland furalakka o'xshab bemalol tikka tursa bo'lar ekan ichida. Maytafon radnoy. Mana. Probeg qanchada aka? 258 ming. Ha, 158 ming. Qancha edi probegi? 258. Probegi 258 ming yurgan mashinani. Hozir orqalarini ham ochib ko'rsatamiz. Zapaska balonlari bor. Bu nechta tonna yuklaydi? 3 tonna 4 tonna yuklaydi. Ha, bu 3 tonna 4 tonna yuklayverasizlar. Mashina usulli bo'lgan ekan. Sprinter mashinasi. Mana. Narxini qancha deyapsiz? Narxini xudo xolisa 16 ming. Onnasini ham. Narxini 16 ming deyaptilar. Jaydari avto kanalidan kelsa o'tib berasiz. Sizni nomingizdan kelsa ozgina o'tib beramiz. Telefon qilsalaring 16 ming deyaptilar. Kelishtirib chiroyli qilib narx qilib beradilar. Telefon raqami ayting. 90lik 909 65 56 ga aloqaga chiqsalaring. Amakilar bilan gaplashib, narx-navoni kelishib olasizlarda va ishga chiqib ketaverasizlar. Mana Sprinter mashinasi. Keyingi mashinamiz mana Gazel fermer so'raganlar bor edi. Gazel fermerda mana zo'r holatidan, kam yurganidan mana akkurat minganni topib qo'ydik. Gazel fermer mashinasi. Mana bitta video qilamiz hozir. Keyin bitta ma'lumotlarni berib o'tamiz. Mashina mana zo'r holatda ekan. Zapaska balonlari, risollar dabavit qilingan, ramalarda yorug'lari yo'q deyishdi. Mana benzin baklari. Balon holatlari mana sal eskirib qolibdi, bu ichidagisi yangiroq ekan. Yana yuradi baribir yozga. Mana balon holatlari. Yillari 2015-yil. Probeglari 190 ming yurgan. Bu shunda uzunligi qancha bo'ladi? 320 eniga uzunligi 320 da, eniga 190 ekan. Mana Gazel fermer mashinasi. Mana ichlari zo'r holatda turibdi. Orqasidan azgak spalnilari ham bor. Xohlasalaring spalni qilasizlar, xohlasalaring oddiy passajirni odam o'tiradigan qilasizlar. Gazel fermer mashinasi. Probelar 190 sotka motordan, motorlari moy yemaydi deyishdi. Ramalari ham butun hadovoylar qilingan. Buni puli qancha amaki? 12800 deyishyaptilar. Kelishtirib chiroyli qilib narx qilib beradilar. Boyagi 6556 ga telefon raqamiga qilsalaring. Bu mashina ham shu odamniki. Bafurja kelishib, savdolashib olasizlar. Narxini o'ta yengil qilib beraman deyaptilar. Telefon qilsalar deyapti, sotaman deyaptilar. Telefon qilsalaring kelishtirib chiroyli narx qilib berishadi. Keyingi mashinamiz yana Gazel biznes bo'ladi. Mashina mana zo'r holatda ekan. Bu radmi hech narsa qilinmagan, o'zini zavodga holatda. Yillari yiligacha deysiz 2019 ha. Yillari 2019, probegi 400 ming yurgan ekan. Mashina bitta video obzor qilaman. Balon holatlari, lassa balonlar taqilgan. Mana salonlari, radnoy chexollarda turibdi. Maytafonlar qo'yilgan, boshqacha rullar qo'yilgan mashinaga. Mashina mana chexol poligda qilingan. Mashina zo'r holatda. 4 deliktalik gaz balonlari bor. Ramalari butun. Risola dabavit qilingan. Balonlari mana yangi holatda ekan. Uzunligi qancha buni aka? Uzunligi 420 da, eniga
Yeniga 1.90. Mana salonlar, tentlari ham yaxshi holatda turibdi. Gazel biznes so'raganlar uchun mana mashina zo'ridan. Olasizlar, minasizlar. Gazel biznes. Aka buni narxi qancha buni? 14 ming deyaptilar. Kelishtirib chiroyli qilib narx berasiz. 14 ming deyaptilar. Telefon qilsalaring kelishtirib chiroyli narx beradilar. Telefon raqamini aytavering aka. Gazel biznes mashinasi mana. Motor qadovilari zo'r holatda. 50lik 500 507 02 70 ga aloqaga chiqsalaring kelishtirib chiroyli narx qilib berishadi. Aka sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi mashinamiz yana Gazel biznes bo'ladi. Gazel biznesda o'ta maxluq qilinganidan mana oldi balonlar, shiroki balonlar taqilgan ekan. Yillari 2018-yil. Aka probegi qancha dedingiz? 243 ming yurgan. Mashina mana zo'r holatda. Motorlari mana gazlari bor, motorlari moy yemaydi deyishdi. Mana balon holatlari. Tepasida anaqa shapkalari bor, tepasida laboratoriya tepasida kajiroglari ham bor ekan. Gazel biznes. O'ne mana evakor bo'liklar qilingan. Bu taraflarga mana salonlarga chexollar taqilgan, barlar qo'yilgan. Pioner mikrofonlari bor. Mana zo'r holatda. Apshipkalari Next apshipkalar. Bu apshipka Nextga aka? Next apshipkalar qo'yilgan ekan. Benzin baklari 4 ta 50 talik gaz balonlar qo'yilgan, ramalari butun. Orqa balonlari mana risollar dabayt qilingan ekan. Daken fura yachiklar qo'yilgan. Mashina mana zo'r holatda. Buni usti ochiq ekan. Hozir uzunligini eniga aytaman nechaligini. Gazel Next mashinasi mana. Bu tarafda mana Daken qo'shimcha jihozlar uchun yashiklar qo'yilgan. Yon chiroqlari bor mana, baka-yunka yonadiganlari. Furalarga o'xshatib. Next zadniyatlar qo'yilgan. Aka uzunligi qancha buni? 5.30, enigachi? Yeni toza 2.10. 5.30 uzunligi, eniga 2.10 ekan. Mashina mana zo'r holatda. Narxi 18 ming dedingiz? Narxi qancha narx? Narxini 18 ming deyishyapti. Telefon qilsalaring kelishtirib, chiroyli qilib narx qilib berishadilar. Mashina Toshkent shaharining mashinasi ekan. Kalta yemagan zo'r toza mashina. Telefon raqami necha aka? 99 Aha. 899 Aha. 33 38. 99 899 33 38 ga aloqaga chiqsalaring akalar bilan kelishib, bafurja savdolashib olasizlar. Gazel biznes mashinasi. Keyingi mashinamiz mana yana Gazel biznes mashinasi bo'ladi. Lekin egalari hali kelishmabdi. Telefon raqamlarini qoldiraman. Bitta hozir video obzor qilib beraman. Telefon qilasizlar, egalari bilan yana to'liq ma'lumotlar olasizlar. Gazel biznes mashinasi mana. Tepasida mana koronalari bor. Kechqurun yonadigan anaqalar qo'yilgan, chiroqlar qo'yilgan. Bunda ham kajiroglari bor mashinani. Mashina zo'r holatda ekan. Balonlar, shiroki balonlar qo'yilgan. Gazel biznes mashinasi. Mana uni furalarga o'xshatib, perseplarga o'xshatib, chiroyli qilib remelli qilib qo'yibdilar. Qo'shimcha radiatorlar qo'yilgan, qizib ketmasligi uchun. Benzin baklari, bunga ham 450 ta gaz balonlar qo'yilgan.
Alyuminiy nikkel diskalar taqilgan. Bunaqa adomardan kirlolar qo'yilgan. Bunga ham Daken yashiklar qo'yilgan qo'shimcha jihozlar uchun. Zapaskalamizga KAMAZlarga o'xshatib ikkitadan mana sharoitlar qilib qo'yishibdi. Mashina mana zo'r holatda ekan. Gazel biznes mashinasi mana. Max zadniylar qo'yilgan bunga. Kimga kerak bo'lsa telefon raqamini qoldiraman hozir. Medical pultlar ham qo'yilgan. Telefon raqamlari mana 90lik 117 90 90 ga aloqaga chiqalaring. Savdolashib kelishib olasizlar. Mana salon holatlari. Eshiklari yopilgan. Mercedes rullar taqilgan mashinaga. Xullas mashina zo'r holatda. Gazel biznes mashinasi mana. Keyingi mashinamiz yana Gazel biznes mashina bo'ladi. Bu lekin Gurzovoy mashinani evakuator qilingan holat ekan. Mana mashina zo'r holatda ekan. Yillari 2018-yil 330 ming probegda. Egalar aytayapti, agar kimga kerak bo'lsa, orqasini ham yechib olib, shunday ramani o'zida ham sotamiz deyapti mashinani. Bitta hozir video obzor qilib beraman. Mashina mana zo'r holatda ekan. Gazel evakuator mashinasi. Evakuator olib tirikchilik qilaman deb yurgan akalar uchun bir ikkita akalar so'ragandi ham evakuatordan chiqaring deb. Mana o'sha evakuatordan Gazel. Mashina yaxshi holatda ekan. Benzin baklari, salon holatlari mana, sidenalar o'zining rodnoy, epika rullar taqilgan, magnitofonlari bor, qo'liklar taqilgan. Aka, bunda gaz balloni nechta turibdi? Ikkita 100 talik gaz balloni taqilgan, balon holatlar mana yangi. Risolat abayt qilingan. O'sha xullas zo'r holatda ekan. Motorlari ham zo'r ekan. Gazel biznes mashinasi mana. Narx qancha aka buni? 13,5 ming deyishyapti. Kelishtirib chiroyli qilib narx beradilar. Telefon qilsalaring. Telefon nomeri ayting aka? 93lik 375 58 aloqaga chiqinglar. Yana kelishtirib chiroyli narx berishadi yoki bo'lmasa mana orqasini agar kimga kerak bo'lsa orqasini oldirib olaman deganlar uchun yana telefon qilib gaplashib olasizlar. Aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi mashinamiz yana puli yengilrog'idan evakuator, bu ham Gazel bo'ladi. Gazel mashinasi topib qo'ydik. Buni puli yengilroq ekan. Boyagiga nisbatan. Mashina yillari 2010-yil. Probeg holatlari mana 463 ming yurgan ekan. Mashina mana o'rta holatda. Qo'liklari bor mashinada mana. Balon holatlari. Risolat abayt qilingan, motorlar yaqinda qilingan ekan. Xadovoylari ham yaxshi holatda ekan. Gazel biznes mashinasi mana. Gazel biznesda mana olaman deganlar uchun mana Gazel biznes mashinasi. Olib tirikchilik qilishga zo'r mashina bu ham. Pulini qancha deyapsiz aka? 11 ming so'rayapmiz aka. 11 ming deyaptilar. Telefon qilsalaring kelishtirib chiroyli qilib narx qilib berishadi. Telefon raqamlari mana 97lik 224 62 62 98lik 007 0024 ga aloqaga chiqinglar. Egalari bilan yana savdolashib olasizlar.
Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Gazel Passagini biznes mashinasi so'raganlar uchun mana egalarni o'zlaridan topib qo'ydik. Ular tirikchilik emas, olib sotar emas. Mana mashina radnoy holatda. O'zining radnoy kraskasi turibdi mana. Mashina lekin juda ham zo'r holatda ekan. Propan gazlari bor mashinani. Yillari 2014 350 ming yurgan ekan. Mashina lekin gap yo'q, ideal holatda ekan mana. Bunaqa mashinalarni olib bir tirikchilik qilgani zo'r mashina ekan mana. Hozir salonlarni ham ko'rsataman mana. Orqa holatlari ham mana radnoy sidenkalarda turibdi. Chexollari, zapaskalari mana linoleumlar qilingan. Mashina mana zo'r holatda ekan. Gazel biznes Passagini mashinasi. Mana ichlari linoleumda tashalgan, poliklar qilingan. Sidenkalari mana. Gazel biznes Passagini mashinasi. Mashina mana ideal holatda ekan. Mana. Egalarini o'zlaridan. Bu mashinani olib turib sayohatlarga yoki bo'lmasam to'y marosimlarga borib pul topsa bo'ladi bu mashinada. Mana balonlari. Ularning holatlari. Salonlari mana. Amaki narxi qancha buni? 10 ming so'radi. 10 ming deyaptilar. Kelishtirib qilib berasiz, telefon qilishsa, ha? Telefon qilsalar ham amaki bilan o'zlari bilan savdolashib, kelishib olasizlar mana. Lekin zo'r mashina ekan. Narxlari 10 ming deyapti, kelishtirib chiroq narxi beradilar. Telefon raqamlari 99 925 3302 ga aloqaga chiqasizlar. Akalar bilan yana bafurja savdolashib, maslahatlashib olasizlar. Amaki bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Keyingi mashinamiz yana Gazel biznes mashinasi bo'ladi. Bu maxluq ekan mana. Faralarni qaranglar. Bu biletlar ustanovka qilib mana oblistovkalar taqilgan mashina mana zo'r holatda ekan. Hozir yillari, probeglari bilan qo'shimcha bir ma'lumot berib o'taman. Mashinani bitta to'liq obzor qilib oling. Mana Gazel biznes mashinasi mana. Mana nikkel kalpaylar taqilgan, oldiga ham nikkel kalpalga taqilgan. Bir ikkita aqllilar bor edi, bu diska bo'ladi deganda buni diskasi ham bor, aqllilar, negativchilar. Buni kalpagi ham bor. Mana buni kalpaklari bo'ladi mana. Qo'shimcha radiatorlar qo'yilgan qizimasligi uchun. Mashina mana yaxshi holatda. Orqa darvozalari mana. Orqaga zadniy chiroqlar qo'yilgan. Adashmasam 4 ta elektrli gaz balon qo'yilgan. Hozir yana akalar bilan maslahatini olamiz bafurja. Razatkalari ham bor ekan bunda, ramalari butun. Qo'shimcha risorlar dabavit qilingan, usulini qilingan. Benzin baklari. Tepasida mana kolonnalari, yonlari ham bor ekan mana. Salon holatlari mana. Next zadniyatlar qo'yilgan. Aka probegi qancha edi? Probegi 132 ming yurgan. Razatkalari bor. Uzunligi qancha buni? 5. Razvatkasini aytdim. 5 metr, enigi 2-3 toza. 2-3 toza ekan. Mana mashina zo'r holatda. Motor qo'shimcha anaqalar qo'yilgan ekan, radiatorlar qo'yilgan ekan. Qizimaydi mashina. Razvatkasi bor, zavod mashina. Mana ishlab yurgan mashina mana. Puli qancha aka buni? 15700 so'rayapmiz, gaplashamiz. 15700 deyaptilar. Telefon qilsalaring kelishtirib chiroyli qilib berishadi. Telefon raqamini ayting. 97lik 715 42 aloqaga chiqsalaring, akalar bilan yana savdolashib olasizlar. Aka bu sizniki tirikchilikmi, o'zingizmi? O'zingizniki, mana egalarning o'zlaridan mana. Egalarning o'zlaridan so'rang deydi. Mana egalarning o'zlaridan mana bugun rosa ko'p chiqibdi mana. Telefon qilsalaring savdolashib kelishib olasizlar. Telefon raqamini ayting. 97lik 715 42 aloqaga chiqsalaring mana akalar bilan savdolashib olasizlar. Sog' bo'linglar. Aka bozoringiz bersin. Gaz 53 mashinasi mana. Gaz 53 mashinasini so'raganlar uchun, qiziqqanlar uchun mana 53 ni yaxshi holatidan topib qo'ydik. Mana xudo xolisa bug'doy sezon kelyapti. Kerak bo'lsa bug'doy tashlaysizlar.
bug'doydan keyin press tashlaysizlar, pressdan keyin mana tarvuz, qovun, xullas mana tirikchilik qiladigan uchun mana gazelli go'shtni arzondan topib qo'ydik. Yillar 78-yil ekan. Mashina yaxshi holatda, oldiga mana kalpaklar qo'yilgan. Xullas bu o'g'illari bor ekan, o'g'illarda bir to'liq ma'lumot yo'q ekan. Telefon raqam qoldiraman, telefon qilsalaring. Bir to'liq ma'lumot olasiz. Buni balonlari eskirib qoldi, balon taqish kerak ekan. Gazelli go'sht mashinasi. Tak. 4 ta gaz baloni bor ekan. Orqalarida yo'q, 4 ta gazlar bor ekan. Akkumulyatorlari mana bu yerda ko'rinyapti, yangi ekan. Salon holatlari mana. Bu yoshlikni eslatuvchi mashina-da bu. Yoshlikda kimni dadalari, bobolari haydagan bo'lsa, shaxsan men dadamda bo'lgan bunaqa mashina. Yonlarida o'tirib, sut, qatiq, kolbasa tashiganlarni bilaman men. Gazelli go'sht mashinasi. Narxi 50 million so'm so'rashyapti ekan. Telefon raqamlari 94lik 636 6720 ga aloqaga chiqsalaring, egalariga telefon qilasizlar, narxidan yana o'tib chiroyli qilib narx qilib berishadi. Gazelli go'sht mashinasi. Hyundai Porter mashinasi. Mana Hyundai Porterni zo'ridan topib qo'ydik. Mashina mana yaxshi holatda ekan. Balonlari mana. Bitta hozir video obzor qilaman-da, keyin bitta ma'lumot olamiz egalaridan. Hyundai Porter mashinasi. Bagajlari mana. Ichki holatlari, zapaska balonlari bor. Orqasida qo'shimcha jihozlar uchun yashillar taqilgan. Mashina yaxshi holatda ekan mana. Hyundai Porter mashinasi. Yili 2007-yil, 360 ming probeg. Salon holatlari mana. Salonlari mana zo'r holatda. Bu mashinani olasizlar, tirikchilikka chiqib ketaverasizlar. Agar uzoqqa borsalar, mana orqasida kichkinagina va spalnisi ham bor. Bemalol uxlab ketaverasizlar. Amaki motor hadoylari yaxshimi buni? Bu nechtalik gaz balon? 100 talikdan ikkita. 100 talikdan ikkita gaz balon taqilgan. Risola dabayt qilingan aka bunga? Hech narsa yo'qmagan. Ha, ishlatib qilmagansiz, ha? 5 yildan beri bunaman. Bu faqat gazda yuradi, shunday, ha? Vol. Ha, ha. Gaz kelib qo'ygan. Mana balon qoliblar. Gaz yuradi. Uzunligi qancha buni? Uzunligi salakam 3 ta. 3 ta, ha. 80 ming shunaqa bo'ladi, yodlashmasam. Agar Hyundai Porter'da bilganlar bo'lsa, mana uzunligi ham shunaqa ekan, egalar aniq ma'lumotga ega emas ekan. Narxi qancha amaki buni? Narxini 10 ming deb kelishamiz. 10 ming deyaptilar. Telefon qilsalaring, chiroyli qilib narx qilib berishadi. Qayerda mashinasi aka bu? Parkentniki. Telefon raqami aytib bering. 94lik 94lik 922 922 9078. 9078 ga aloqaga chiqsalaring, akalar bilan Bafurda savdolashib, kelishib olasizlar. Bunday Porter mashinasi mana. Amaki bozoringiz bersin. Sog' bo'ling.